Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Yarim 2 qavatli darvozamiz juda chiroyli, ideal holatda o'rnatildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Yarim 2 qavatli darvozamiz eniga 4.40, bo'yiga 380 razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metri 980 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Ofis summasi 16.300 ming so'mga olib kelib o'rnatildi. Bu darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalari 10 uchlik stenada profil bo'ldi. Taglari 10/5 profil. Ichidagi profillari 6/4, 1,5lik stena, listlari 1,8 list ustiga 1,1lik yer yong'oq list bosilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli, juda baquvvat darvoza bo'ldi. Darvozamizning kraskalari kelsak, kraskalar mokro asfalt, devo kraskada bo'ldi. Xudo xohlasa ancha yil xizmat qiladi. Kraskalarga ham garantiya. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari, orqalari mana juda chiroyli, tekis bo'lib, juda chiroyli o'rnadi darvozamiz. Plotniy bo'lib, mana qirg'oqlari devorga yopishgan holda plotniy bo'lib o'rnadi. Zamoglari zubr zamok. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring. Keyingi videolarimizni Xudo xohlasa kraskadan oldingi, kraskadan keyin o'rnatish jarayonlarini qo'yib boramiz. Kuzatib borishlaringiz mumkin. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.